Mikrofon ishlamay qoldi. Ishlamay qoldi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Birodarlar, kalimaning tushuntirib bering deb hammamiz bilamiz. Kalima la ilaha illalloh kalimasi. La ilaha illalloh tarjima qilishlik bilan ma'nosi bilinmaydi. Bizni o'zbek tillarimiz shu qadar kambag'al tilki, la ilaha illalloh degani biror bir iloh yo'q, magaram ilohlikka haqli bo'lgan zot yagona Allohdir degan. Mana shu kalimaning tarjima qilinganda la ilaha illalloh deganda shu. Lekin Alloh subhanahu va taolo buyurgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qulu la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb qo'yinglar degan ma'nosi bu emas, birodarlar. La ilaha illalloh degan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga molini bergan, himoya qilgan Abu Talib amakisi shu la ilaha illalloh deb qo'ying amaki desa demasdan o'lib ketdi. Uni tili kelmaganligidan emas, uning ma'nosini nima deganligini bilganligi uchun la ilaha illalloh demadi. Bugungi kunda bizlar to'tiqushga o'xshab la ilaha illalloh deyapmiz. Magnitofonda yozilingan va telefonlarga yozilganga o'xshab eshitib olganimizni la ilaha illalloh deyapmiz. La ilaha illalloh deganda, iloh deganda nimani tushunamiz? Iloh deganda, ya'ni biz banda, u iloh. U hoji. Banda nima qiladi-yu, iloh nima qiladi? Men bir misolni bu bilan misol keltirib beraman. Shu bilan hamma o'ziga javob topsa kerak. La ilaha illallohning ma'nosiga qaytaman, shartlariga, vojiblariga qaytaman. Undan oldin misol keltirib beraman. Koreyaga bir do'stimiz borganda ishga qabul qilinibdi. Bitta bizni diyorimizdan borgan odamga ishga qoni gruppasi manaqa, yoshi manaqa, millati manaqa, pasporti manaqa, dini desa musulmon debdi. Ya'ni la ilaha illalloh degan odam kim bo'ladi? Musulmon bo'ladi. Musulmon debdi. Karis ishga qabul qilib, soatdan soatgacha ishlaysan, soatdan soatgacha ibodat qilasan, mana ovqatni yeysan, suvni ichmaysan debdi. Xo'p deb bu karisga ishga kirganda bir kuni kelsa ibodat qilasan degan paytda ibodat qilmayapti ekan. Ichma degan, bunda seni diningga mumkin emas bo'lgan spirtli bor desa, aroqni ichib o'tiribdi ekan. Yema degan go'shtini yeyapti ekan, cho'chqa, immunitet baland bo'ladi, quvvatli bo'laman deb yeyapti ekan. Hali karisni gapi. Ular islom deganda tushunadi. Biz tushunmay qolganmiz. Ajdodlarimizdan bizga meros qolib qolgan. Hali karisni gapi nima degan bilasizlarmi, birodarlar? Seni xudoying bilan meni xudoyim bitta ekan dedi. Nima desa qonunni ko'rsatibdi. Men faqat qonim uchun yashayman. Men faqat qonim o'ylayman. Senlar musulmonlar Xudo bor deysan, men ishonmayman. Xudo bor, o'ladi, o'lgandan keyin hayot bor. Xudo ye deganda yeydi, yema deganda yemaydi, Xudoga sig'inadi. Oqibatda naryoqda hayot bor, jannat, do'zax. Men kul yog'voradi, kul bo'lib ketadi. Men ishonmayman, senlar ishonasan deb seni musulmon deb bilardim. Men bilgan islomda sen emas ekansan. Seni xudoying ham xuddi menga o'xshagan qonning ekan Xudo dedi. La ilaha illalloh kalimasini u karis tushungan. Nima degan? Lekin qalbiga tavhid kirmagan birodarlar. U la ilaha illalloh deb qo'yishlik bilan Xudo ye deganda yeyishlik, kiy deganda kiyishlik, yema deganda yemashlik, sig'in deganda sig'inishlik, ol deganda olishlik, olma deganda olmashlik deb tushungan karis.
Bizchi musulmonchi? Alhamdulillah o'zbekman, qirg'izman, tojikman, musulmon. Bu millatdan millatga qaraydigan meros emas bu islom. Yoki bir yurtdan, bizning diyorlarimiz hammasi Mavaro O'rta Osiyo hammasi islom yo'q. Ota musulmon, bola kofir bo'lishligi mumkin. Biz iloh deganda u hoja yaratgan va so'ralgan narsani berguvchi, boshqaruvchi, tarbiya qiluvchi, uni aytgani bilan yashovchi hoja deganda, xo'jayin deganda tushunib olaylik. Hattoki kinolardan tushunib olaylik. Podshoh, xo'jayin va qul. Podshoh nima qiladi, qul nima qiladi? Qulda ixtiyor bo'ladimi? Xo'jayinni aytganini qiladi. Hojasini aytganini qiladi. Biz kimmiz? Qulmiz. Kimi qulimiz? Allohning qulimiz. Bizda ixtiyor bormi? Yo'q. Nima? Biz majburmiz. Alloh va Rasulining buyurganini qilamiz. Shu narsaga ahd paymon beramiz. Ya'ni la ilaha illalloh. Allohdan boshqa biror bir iloh yo'q. Alloh bitta. Alloh nimani ye desa, shuni halol deb yeyman. Alloh qanday sig'in desa, shunday Allohning o'ziga sig'inaman. Alloh nimani yema desa, yemayman. Alloh nimani qaytargan bo'lsa, shu narsani qilmayman. Yakka Allohga sig'inaman, bo'ysinaman degani la ilaha illalloh degani. Mana shu la ilaha illalloh kalimasini hammalarimiz bilamiz, jannatning kaliti deb. La ilaha illalloh kalimasi jannatning kaliti. Kim la ilaha illalloh deb Allohning huzuriga borsa, albatta jannatning ochadi. Lekin men cho'ntagimda mashinamning kaliti turibdi. Bu ham kalit. Bu yerda mashinasini ochadimi, ochmaydimi, birodarlar? Hamma kalit bir xil bo'ladimi yoki tishlari har xil bo'ladimi? Tishlari har xil bo'ladi. Ahmoq ham, hamma aqli bor inson hammamiz bilamiz. Tikodi kaliti hech qachon Mercedesni yurgizmaydi. Demak, la ilaha illalloh kalimasining tishlari bor. Har bir kalitning tishi bo'lgandek, la ilaha illalloh kalimasining tishi bor. Ya'ni la ilaha illalloh degan odamning sifati bor. Shoir o'z she'rida keltirib, al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqul was-sidq wal ikhlas wal muhabba waffaqaka Allohu liman ahabba deb. Birinchisi ilm. Nimaga la ilaha illalloh deyapmiz? Nimaga Allohning bor deyapmiz? Nima? Kim o'zi? Nima o'zi bu iloh degani? Xudo degani nima o'zi bu? Allohning tanishlik, birodarlar. Allohning yakkaligini bilishlik. Inson nima deb guvohlik berayotganini bilishlik. Alloh yakka. Bor, hayol emas, erkak emas. Alloh bor va yakka. O'zining zoti bilan bor. Hayol emas bu Alloh taolo. Alloh bitta va yakka. Alloh subhanahu va taolo inson guvohlik berayotganda Alloh bor. Meni qanday yashashim, hattoki qanday ayolim bilan qo'shilishi va hammasini tarbiya bergan, tarbiyat alhamdulillahi robbil alamin. Butun olamni tarbiya qilib turgan zotga hamd bo'lsin, ya'ni yakka zotga hamd bo'lsin degan. Allohning tanishlik. Ikkinchisi yaqin, ya'ni shubhasiz ishonishlik. Misol uchun nechta barmog'im bor? 5. 6 ta desam ishonasizlarmi? Yo'q. Ammo pistolet qo'yib otib olaman, domlam barmog'i 6 ta ekan desa, qo'rqqandan xo'p deysiz, lekin qalbingizda shubha qolmaydi, yo'q, barmog'i 5 ta. 5 ta. Olmani yedirib turib, nok yeding desa, yo'q, olma yedim deb turaveramiz. Chunki nimaga? Shubhasiz bu narsaga guvoh bo'ldik. Allohning borligiga shubhasiz ishonishlik. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz, domlalar bor deydi-yu, bilmayman deganga o'rin qoldirmagan holatda Alloh subhanahu va taologa ishonishligimiz. Ikkinchisi yaqinan Alloh taologa ishonishlik. Allohning jannatiga, do'zaxiga yaqinan ishonishlik. Azob desa shu qadar azob bormikin? Jannat desa shunaqa ham jannat bo'larmikin deb shubhalangan odam la ilaha illalloh degan bo'lmaydi. Jannatdagi eng oz, eng mukofoti darajati past bo'lgan odam Firdavs emas, birodarlar. Jannatga eng oxirga kirgan odam. Jannatdagi eng kambag'ali desam to'g'ri bo'lsa kerak. Jannatdagi eng darajati past odam jannatdagi ne'matlarni, jannatdagi berilgan mukofotlarni ko'rishlik uchun 2000 yil vaqt ketadi dedilar Payg'ambar alayhisalom.
2000 yil jannatda faqat ko'rib turadi. Hali uni ayollari bilan qo'shilishlik yoki mevalarini yeyishlik, go'shtlarini iste'mol qilishlik, atirlari yo'q. Jannatdagi bor narsani ko'rib kelgani 2000 yil vaqt ketadi. Kimga? Eng oxiri. Shunga yaqinan ishonmagan odam. Shubhasiz ishonmagan odam. Ya shunaqamikin tarixda erkakda degan odam kofir bo'ladi. La ilaha illalloh demagan bo'ladi. Do'zax shu qadar azobki, eng yengil azob Alloh saqlasin. Siz bilan men tutsam u azob yo'q. Payg'ambar alayhisalomga islomga yordam berib, lekin la ilaha illalloh demasan o'lib ketgan Abu Talibga qanday azob? 1 yilmi, 10 yilmi, 100 yilmi, 1000 yilmi? Abadiy. Qanday azob? Ikki tovonidagi ikkita cho'q bilan miyasi abadiy qaynab turadi dedilar. Hayol emas bu, haqiqat. Shubhasiz ishonishlik. Do'zaxdan bir uchquni yer yuziga tushadigan bo'lsa, yer yuzini kul qilib tashlaydi dedilar Payg'ambar alayhisalom. Yaqin. Uchinchisi qabul. Nimani qabul qilishlik? Xotinimizni o'zimizni nikohimizga qabul qilamiz. Biror bir yetimni asrab oladigan bo'lsa, meni kafolatimda deb qabul qilib olamiz. Lekin la ilaha illallohning sharti qabul qilishlik. Nimani qabul qilishlik? Alloh va rasulidan qanday hukm kelsa, qanday buyruq kelsa, qanday qaytariq kelsa, aqlni ishlatmasdan, nafsni ishlatmasdan qabul qilishlik. Alloh namozni buyurdimi? Qabul qilamiz. Zakotni buyurdimi? Nalog beryapman-u degan gap bo'lmaydi. Yetimxonalarga yordam beryapman degan gap bo'lmaydi. Qariyalar uylariga yordam beryapman, mahallani asfalt qilib qo'ydim, gaz tushirib qo'ydim degan gap bo'lishligi mumkin emas. Alloh buyurdimi? Qabul qiladi. Hijob hali hech kim o'ramayapti degan gap bo'lmaydi. O'g'rini qo'lini kesib olishlik, hamma yo'g'i mayli-yu, shu o'g'rilik qilib qo'ysalar qo'lini kesib oladimi degan gap bo'lmaydi. Alloh va uning rasuli nimani buyursa, shu narsani qabul qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining ashablari, mu'minlarga va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahum khiyara. Alloh va uning rasuli hukm qilgan narsada rasul va ma kana lil mu'minin, har bir mu'min va mu'mina ayollarni Alloh taolo aytayapti. İza qadallohu va rasuluhu amran. Alloh va uning rasuli bir hukm deb bilsa. Ya'ni ayolingizga muomalani qiling, qo'shningizga muomala qiling. Allohga manda qilib sig'ining. Molingizni menga bering, molingizni yerdan toping. Ota-onangizga manda qiling. Dushmanga manda qiling. Alloh va rasuli bir hukmni qilsa, ularda ixtiyor bo'lmaydi, mu'minlarda, mu'minlikda da'vo qilgan odamda. Hijob o'rayman endi, zamonni ko'ryapsiz degan narsa bo'lmaydi musulmon bo'lsa, mu'min ayol bo'lsa. Alloh va rasuli buyurgan narsani qabul qiladi. Alloh va rasul bu la ilaha illallohning sharti. La ilaha illalloh deb qo'yib, aroq harom desa, sutxo'rlik harom, prosentga pul olishlik harom, bankka borib, uyini borib, prosentga pul olgan odam o'zining onasi bilan zino qilgandan ko'ra ham harom, undan ham ma'siyat harom desa, majbur bo'lib qoldim-da, iloji yo'q-da, kim qarz beradi menga? Ilojim yo'qligidan oldim demaydi mu'min odam. Alloh va rasuli buyurdimi, shu narsani qabul qiladi. Alloh taolo harom qildimi, harom deydi. Alloh taolo buyurdimi, urf-odatimizga, zamonimizga to'g'ri kelmayapti-yu demaydi, qabul qiladi. Shu odam musulmon bo'ladi. Shu odam la ilaha illalloh degan bo'ladi. To'rtinchisi, bizni la ilaha illalloh kalimasimizning nuqsonini, xatosini bilib olaylik, birodarlar. To'rtinchisi inqiyot. Nima desa, "Voy hijob o'ramaysizmi?" desa, "Hijobli ayollaringizdan ko'ra bizning qalbimiz toza." Ro'mol o'rab, hijob o'rab yurganlardan ko'ra ochiq sochiq bo'lsak ham, namoz o'qimasak ham qalbimiz toza. Soqol qo'ymasak ham, qorakalarizni qilib yurgandan ko'ra bizning qalbimiz toza deyotganlar axlatni yebdi. Najosatni og'ziga yebdi, birodarlar. Chunki inqiyot musulmon odam, mu'min odam, muslima odam Alloh va rasul buyurgan narsani ijro qiladi. Namoz farz desa, namozxonlardan ko'ra yaxshiroqman men demaydi. Namoz farzmi? Farz deb bildimi? Qiladi. Mana shu la ilaha illalloh degan bo'ladi. Zakot farzmi? Farz deb biladi. Shu paytda beradi. Zakot bermaganim bilan nima qilyapman men? Mahallalarda asbob tashladim, gaz,
qariyalarga yordam berdim, nalovlarni beryapman demaydi. Qiladi, amalga o'tadi. Farzligini bilaman, hozir qila olmayapman demaydi. Shuning uchun birodarlar, qorakalardan, ahli ilmlardan so'ranglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 10 yil, 5 yil, 3 yil qazo qilib qanday qilib namoz o'qiyman degan savol bo'lgan emas. Birorta qazo to'g'risida hadis yo'q birodarlar. Chunki musulmon odamni namozni qazo qiladi degan narsa bo'lgan emas. Ayollarda hijobsiz degan narsa islomda Payg'ambar alayhisalom davridagi muhajjaba hijobini yechib, yarim yalang'och kindigini ochib, ko'hragini yarmini ochib yuradi degan gap bo'lgan emas birodarlar. Oyat nozil bo'lganda sahobiy ayollar yo'lda ketayotib uygacha borib olayotgan degan emas. Shunday chizilab o'tirib olgan. Aroq harom bo'lganda shu oyat menga kelguncha ichib olgan bo'lsam deb turib, og'zlariga qo'llarini tiqitib qayt qilib chiqarib olgan. Mashina sotib olib ichib olaveray degan narsa bo'lgan emas birodarlar. Mashina ichib olib yutib olaveray degan narsa bo'lgan emas. Hijob nozil bo'libdi, uygacha borib olaveray, maktabimni bitirib olay, institutimni bitirib olay degan narsa bo'lgan emas birodarlar. La ilaha illalloh degandan keyin amal qilishlik deb bo'lgan. Qalbim toza deyishlik g'irt kazzob shaytonning so'zi bu narsa. Musulmon odam, muslima ayol kishining gapi emas bu narsa. Soqol qo'ygan bilan men besoqol bo'lsam ham, namoz ham bo'lgan bilan men benamoz bo'lsam ham, hijob o'ragan bilan men behijob bo'lsam ham, undan ko'ra qalbim toza degan eng iflos qalb qalb. Undan haromiy qalb yo'q birodarlar. Chunki musulmon odam qilmasa ham men qila olmayapman, yomonman, iflosman, behijobman, benamozman, shaytonim va mening nafsim yomon. Alloh taologa tavba qilaman deydi. Bu undan ko'ra yaxshiroq qalb. Qila olmayapman degani. Lekin qilmashligi bilan faxrlanishlik bunaqa iflos qalb yer yuzida bo'lishligi mumkin emas birodarlar. Al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad. 5-inchisi sidq birodarlar, sodiqlik. Ya'ni sodiqlik Alloh va rasulidan kelgan narsani hammasini sidq bilan tasdiqlashlik. Alloh subhanahu va taolo nimani buyurgan bo'lsa, nimadan xabar bergan bo'lsa, jannat, do'zax, qiyomat kunidagi amallar, mezon, tarozi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zining nafslari bilan tirik holatda Makkadan Baytul Maqdisga, Baytul Maqdisdan Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ko'tarilganligi tirik holatida, hayot holatida tushmas, hamma narsani sidq bilan aqlni ishlatmasdan tasdiqlashlik. Aqlim ko'tara olmayapti degan narsa bo'lmaydi. Balki inson tasdiqlab har bir Alloh va rasulidan kelgan g'ayb olamini tasdiqlashlik mana bu la ilaha illalloh degan. Qanday qilib endi qabrga tushsam-u, turpaqqa aylanib ketsam-u, u yerda so'roq savol bo'ladi. Aql ko'tara olmaydi degan narsa bo'lmaydi. Alloh va rasuli xabar berdimi, tasdiqlaydi. Aql ko'tara olmaydi. Aqlimiz nihoyatda zaif birodarlar. Aqlimiz zaif, hech qanaqa bor ko'zimiz ko'rib turgan narsani aqlni oxiriga yeta olmaymiz. Mana shu olmani o'zagini hisobini oling. Mana shu yerda bitta tishlab ko'ring, achchig'idan og'zingiz chidolmaysiz birodarlar. Shundan borib suv quyilsa, shundan borib turib mevaga kelyapti. Qan aqlimizni ko'tarayotgani. Nimani ko'tara olyapmiz? Nimani bilyapmiz? Shayx Islom Ibn Taymiyani aytgandek, hali aytib berdim yana. Voy, osmonda ko'rib turgan, ko'zimiz ko'rib turgan yulduzning misolini olaylik birodarlar. Uning materiali nimadan? Tillodanmi, kumushdanmi, qumdanmi, turpoqdanmi, sementdanmi, nimadan? Ko'zimiz ko'rib turibdi. Uni materialini bilmasak. Kattaligi qancha ekan? 1 kilometr, 10 kilometr, 100 kilometr doirasi. Uni bilmasak. Og'irligi, vazni 1 tonnami, 10 tonnami, uni bilmasak. Ko'zimiz ko'rib turgan narsani aqlimiz idrokini yeta olmaganimizdan keyin qanday qilib bizga g'ayb olamiga aqlimizni ishlatamiz? Aqlimizni ishlatmasdan tasdiqlaymiz. Alloh va rasuli aytgan narsani allazina yu'minuna bil g'ayb dedi. Bu kitob hidoyat yo'li dedi. Bu kitobda shubha yo'q dedi. Alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb dedi. Bu kitobda haqligida hech qanaqa shubha yo'q. Bu taqvodorlarga hidoyat yo'li bu kitob dedi. U taqvodorlarning birinchi sifati allazina yu'minuna bil g'aybga iymon keltirgan dedi. Bizlar uchun Alloh taolo g'ayb olamini hammasini shubhasiz tasdiqlashlik birodarlar. Mana bu la ilaha illalloh kalimasining 5-sharti.
Oltinchisi ixlos, birodarlar. Ixlos degani Alloh va Rasuli buyurgan narsani Allohning huzurida borib ajr olishlik uchun, Allohning roziligini topishlik uchun Allohga xoslab qilingan amalni ixlos deydi. Qur'on o'qimoqchimiz, namoz o'qimoqchimiz, ota-onamizga xizmat qilmoqchimiz, ajdod ota-onalarimiz o'tib ketsa unga ihson qilmoqchimiz, xotinimizga yaxshilik qilmoqchimiz, ayolimizga, farzandlarimizga tarbiya bermoqchimiz, bir yetimni boshini silamoqchimiz. Hammasining evazini, badalini kim ertaga qariganimda yaraydi. Bugun qo'limda bor ekan, yomon kunim yarab qolar deb bir do'stga yordam bermaydi musulmon odam. Yordam berishligi, ayoliga qilgan infoqi, farzandiga tarbiyasi, ota-onasiga qilgan xizmati, el-yurtga qilgan xizmatini, badalini bitta narsa musulmon odamda. Ha desa, ertaga jannatga, Allohning huzuriga boraman, shu joyda ajrimni olaman deb turib qoladi. Otasiga balla, yaxshi bola bo'pti, yaxshi kuyov bo'pti, otasiga mana qilib ihson qildi, namozxon bo'lib qopti. Bu gaplar uchun musulmon odam qaniydi, birodarlar? Ayoliga apga bergan go'shi bo'lsin, noni bo'lsin, qurib bergan uyi bo'lsin, olib bergan kiyim, tilla taqinchoqlari bo'lsin, minnat qilmaydi musulmon odam. Yeganing oldingda, yeganing ketingda uylarni qurib qo'ydim demaydi la ilaha illalloh degan odam. Chunki u bitta non ko'tarib kelsa ham, ashi nonni meni oldimga tuzukroq qilib olib keladi demaydi. Balki ertaga Allohning huzuriga borsam, Alloh beradi deydi. Bir yetimga, bir ustoz, bir duradgor, hunarmand bir ustozni chiqargan bo'lsa, ertaga qarisam mendan xabar oladi deb turib, hunarini o'rgatmaydi. Shunga o'rgatib qo'ysam, shu menga ajr bo'ladi, savob bo'ladi, ertaga Allohning huzuriga borsam, Alloh menga jannatni beradi deb turib qiladi. Mana bu narsani ixlos deydi, birodarlar. Biz qilayotgan ibodatimizda, hayotimizda ajr mukofotni faqatgina Allohning huzuriga. Bishkekdan mehmonlar kelib qoldi. Qorasuvdan mehmonlar kelib qoldi. Ertaga Qorasuvga borsak, biz ham borib kirib boradigan xonadonimiz bor deb amal qilmaydi, birodarlar. Allohning huzuriga borsam, shu mehmonning haqqini berganligim uchun jannatni beradi deb turib amal qiladi. Mana bu narsani ixlos deydi, birodarlar. 7-si, birodarlar, muhabbat. Alloh va rasulini yaxshi ko'rishlik. Alloh va uning rasuli va Allohning hukmlarini yaxshi ko'rishlik. Allohning dinini, Allohning hukmini, Alloh taoloni yaxshi ko'rmagan odam la ilaha illalloh degan emas. Soqol qo'ysa-yu, soqolni yomon ko'rsa, birodarlar, musulmon bo'lmaydi. Hijob o'rasa-yu, shu hijobni Alloh farz qilgan, lekin qiyinta ayollarga deb turib hijobni yomon ko'rgan odam musulmon bo'lmaydi, birodarlar. Islomini buzib tashlaydi. Muhabbat. Biz birodarlar, namozda safarda bo'lib qolsak, ba'zi musulmonlarni ko'ramiz, xorlanib bir chekkalarda. Biz dinimiz bilan faxrlanamiz, birodarlar. Biz dinimiz bilan azizmiz. Biz dinimiz bilan faxrimiz, hamma yuzimizni ko'taradigan narsa faqatgina dinimiz, islomimiz, undan boshqa narsa emas, birodarlar. Mana shuni yaxshi ko'rishlik, dinni yaxshi ko'rishlik. Alloh va uning rasulining hukmini bola chaqa, farzand, el yurt hammasidan muhabbatini oldinga qo'yib qo'ygan odam la ilaha illalloh degan bo'ladi. Mana shu 7 ta sifat, ilm, ya'ni Allohni tanishlik, shubhasiz yaqinan ishonishlik, Allohning hukmlarini qabul qilishlik, Allohning hukmlarini amal qilishlik, buyurgan narsalarga amal qilishlik, Alloh subhanahu va taoloning g'ayb olamini tasdiqlashlik, Alloh subhanahu va taologa xolis ibodat qilishlik, Alloh subhanahu va taoloni va dinini va rasulini muhabbat qilishlik topilmas ekan la ilaha illalloh demabdi bu odam, birodarlar. Mana bu narsani bilib olishligimiz kerak bo'ladi. Birodarlar, shuning uchun nimaga bugun aytaylik la ilaha illalloh deyapmiz-ku? Nima uchun hijob o'ramayapti onalarimiz, opalarimiz? La ilaha illalloh deyapti-yu, nima uchun millatchilik qilyapmiz? Bu qirg'iz, biz o'zbek deb. La ilaha illalloh deyapti-yu, nima uchun namoz farz esa bolalar namoz o'qimayapti? Nima uchun la ilaha illalloh deyapti-yu, zino harom desa zino qilyapti? Nimaga la ilaha illalloh deyapti-yu, sutxo'rlik prosent harom desa olib turib ishlatyapti? Buni tagidagi dardning kasali nima, birodarlar? Dardning mana shu dardni, la ilaha illalloh dard emasmi, kasal emasmi?
La ilaha illalloh desa-yu namoz o'qimasa, la ilaha illalloh desa-yu aroq ichsa, la ilaha illalloh desa-yu zino qilsa, bu kasal emasmi, dard emasmi birodarlar? Vallohi dard, vallohi kasallik, vallohi bundan katta kasallik yo'q. Hijob bo'lamasa la ilaha illalloh deb turib. Demak, nimani desa, demak u iymonni, tavhid qalbiga kirmabdi birodarlar. Tavhid, islom uning qalbiga kirmabdi. U to'tiqushga o'xshab, magnitofonga o'xshab la ilaha illallohni yodlayapti, ma'nosi, aqidasi qalbiga kirmabdi. Alloh bilan o'zini o'g'lamabdi. Alloh bilan o'zini o'g'lagan odam Alloh buyurgan narsani qiladi, Alloh qaytargan narsadan tiyiladi. Mana shu narsa. Buni men aytmoqchimanki, islom tarixiga qaranglar. Islom tarixiga, Muhammad alayhisolamning hayotiga qaranglar. La ilaha illalloh degan kalimaga 13 yil da'vat qilindi. Qiyinligidanmi birodarlar? Tushunmaganligidanmi? Nima uchun 13 yil? Nima uchun amallar, hijob, roza, zakot, haj, namoz hammasi bitta holatda buyurilmadi? Alloh subhanahu va taoloning huzurida qalbimizda tavhid bo'lmasa, qilayotgan amalimiz ahamiyati yo'q ekan. Shuning uchun Sofi Alloh o'zining baytida nima deb keltiradi? Aqidasiz inson shaytonga eldir. Aqidasi yo'q, aqidasiz qilingan 1000 yil ibodat misoli yeldir deydi. Bu amallar bo'laverar ekan, Allohni tanimasdan, riyokorlik bilan otasiga balla deb turib, yo deputat bo'lishlik uchun, yo shahar hokimi bo'lishlik uchun ibodat bo'lib namozda oldi safda turaverar ekan. Aqida Alloh bilan bog'lanmas ekan birodarlar. Lekin aqida bog'lanadigan bo'lsa, inson Alloh bilan bog'lanib, men qul ekanman, Alloh hojam ekan, ertaga Allohning huzuriga borar ekanman, jannat degan diyor bor ekan, do'zax degan azob bor ekan deb Alloh bilan bog'lab olsa, musulmon odam nima qiladi? Gapilayotgan gapida jannatga kiramanmi shu gapim uchun deydi. Xotiniga qilayotgan muomalasida shu xotinimi deb jannatga kiramanmi deydi. Qo'shni bilan qilayotgan muomalasida shu qo'shni bilan shuna muomala qilyapman, jannatga kiramanmi shu narsa deb turib o'ziga savol beradi. Agarda ha desa qiladi, yo'q desa qilmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni haqiqiy iymon, tavhid, haqiqiy aqidani sof tushungan ahli tavhidlardan bo'lishligimizni Alloh taolo nasib qilsin. Amin. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Amin. Alloh subhanahu va taolo xonadon ahillarini, xossatan mana bu yangi qurilgan Muhammadjon ukamizning oilalarini Alloh taolo iymonga, tavhidga, islom qoida qonunlariga hayotlari asos bo'lib barpo bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Amin. Birodarlar, ba'zi bir holatlarda qattiqroq gapirib, xossatan opalarimizga, onalarimizga qattiq degan bo'lsak, ularning qalbi og'rigan bo'lsa, Alloh taolo bizni ham ularning ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Birodarlar, ularning vallohi yomon ko'rib gapirganim yo'q. Balki kuyganimdan, achinganimdan gapirdim. Benamoz odamlar xafa bo'lgandir. Benamoz odam xotirjam bo'lsin, mana shu holatida ketadigan bo'lsa do'zaxga tushadi. Men bularni yomon ko'rganimdan do'zaxga ketyapsan deb turib emas, balki achinganimdan gapirdim. Biz jannatga qarab bir-birimizni da'vat qilamiz. Do'zaxdan bir-birimizni ogohlantiramiz. Nima qilsak do'zaxga tushib qolamiz? Behijob bo'lsak, ro'mol o'ramasak, nomahram erkakdan o'zimizni olib qochmasak, opalarimiz. Erkaklar namoz o'qimasak, zino qilsak, o'g'irlik qilsak, 200lamachilik qilsak, g'iybat qilsak, sudxo'rlik qilsak, prosent olsak, bu do'zaxga tushib qolamiz birodarlar. Mana shu narsadan bir-birimizni tarbiya qilib, nasihat qilib ogohlantiramiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana bu uyda, mana bu mav'izaning ustida, mana bu jamoatda qanday jamlagan bo'lsa, o'zining huzuriga borganda rahmatida ham, jannatida ham jamlanishlikni Alloh taolo har birimizga nasib qilsin. Birodarlar, bu shariat Allohniki. Bu shariat to'g'risida gapirgan bo'ldim. Agarda haq gapirgan bo'lsam, oyat hadislarni to'g'ri joyida iste'mol qilgan bo'lsam, bu faqatgina Allohning fazli bilan. Agarda xato gapirgan bo'lsam yoki oyat hadislarni o'rnida ishlatmagan bo'lsam, bu mening yomon nafsimdan va shaytonning vasvasidandir. Haqni bilguvchi, haqqa hidoyat qilguvchi, haq bo'lgan zot yagona Alloh subhanahu va taolodir. Vallohu taolo alam va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين.